Assalomu alaykum. Darsimizda davomi shizofreniyaning tasnifi. Shizofreniya tasnifi kasalliklar xalqaro tasnifi 10 bo'yicha ko'rib chiqiladi. F20 paranoid shizofreniya, F21 gibefrenik shizofreniya, F22 katatonik shizofreniya, F23 differensiallashmagan shizofreniya, F24 shizofreniyadan keyingi depressiya, F25 rezidual ya'ni qoldiq shizofreniya, F26 oddiy shizofreniya, F28 shizofreniyaning boshqa shakllari, F29 aniqlanmagan shizofreniya. Endi kasallik kelib chiqish shakllarini belgilovchi qo'shimcha kodlar: F20X0 uzruksiz kechuvchi shizofreniya, F20X1 epizodik shizofreniya, F20X2 epizodik barqaror defekt bilan, F20X3 epizodik remittorlanuvchi xurujlar orasida to'liq sog'ayish davri bo'ladi. F24 to'liqsiz yoki to'liq remissiya bilan o'tuvchi shizofreniya. E'tiboringiz uchun rahmat.